yo'q bo'lib qolgan, bir deganda boshqasini topib olaman. Tushundingmi? Ko'zimga ko'rinma. Jonimga ham tegib ketdi. Sizga qanaqa modeldagi soatlarimiz kerak bo'ladi? Menga qarang, 10 minutga men qizim bo'lib bera olmaysizmi? $100 beraman. 100 ham ko'rinmaydi. Shuni bitta storisimga uchib bersangiz bo'ldi. Xo'p, mayli. Mana biz hayotim bilan Elite Gift do'koniga keldik. Qanaqa soat olamiz hayotim? Mana qaranglar, mana alxarani soatidan. Budlari ham zo'rda. Men Elite Gift do'konida hamdaqangi chinni buyumlar, servislar ham bor ekan. Mana kelajakdagi uyimizda shunaqa chiroyli bo'lib turishi uchun qarab turibmiz hozir. Mana shu servis yoqdimi senga jonim? Bo'ldi, mana shuni olamiz. Elite Giftda hamdaqangi chiroyli suvenirlar ham bor ekan, ha? Mana shu suvenirdan olaylik. Bo'ldi, o'shandan olamiz. Ikkita olamiz. Mana $100. Sen nima qilib yuribsan bir o'lan storiesida, ha? Voy. Yigitingiz bormidi? Voqlari aytmaysizmi, voy? Avval xavotir olmang, u sizga yozmaydi. Voy. Qayerdasan sen hozir ko'rishib olaylik. Endi nima qilaman men? Voy, tinchlansiz-chi, qayerdaligingizni aytmasiz bo'ldi, topolmaydi. Ey! Bu yoqqa kelsan? Voy. O'zingiz bossing, uradigan bolamiz urmaydi. Assalomu alaykum.